Ne yaraladınız? Ay. Ders kalaman. Günlerini. Bulayım geçelim mi? Qanday yaxshi? Qalay o'zgarishdi? Hamma anaqalarni chiqardikmi? Hamma narsasi chiqqan sekin. Hamma narsasi chiqqan, ha? O'sha 6 yoshli anaqa 7 yoshli bolalar narsasini ham bilmayapti. Qaysi? Kış, bahar, yaz, kuz. Voy, молодец! Tavuk, düşeme, şişeme, taşeme, şamba, perşembe, cuma, Shanba, o gün yakshanba. Bu kim? ayıcı. Oyijon. Voy, diyor opasini achib. Darsga yopishib qolverdi. Faqat kechqurun namoyisiga uxlamasdan dars qilaman deyapti. O'shanga darsini olib tashladik. Bog'chaga ham через deng keldi. Unga ancha bo'ldi o'sha. Alikiga o'sha olishni boshladi. O'zi olishni boshladi. Informatsiyani yig'ishni boshlagan. Tashqaridan ma'lumot yig'ishi. Yaxshi. Ana televizorda, YouTube'da, telefonda hammasi aytib beradi. Kinoda nima bo'lyapti? Ana bola yig'layapti, ana oyisi o'yinchoqda bosh qilyapti, yoki to'q qilyapti. Anaqa o'g'lim ham masalan karatega bo'lsa, hozir maktabga ketyapsanmi yo boksga ketyapsanmi aka deydi. Anaqa maktabga ketsa, unda yig'lamay, chunki o'zi bu yoqqa yig'lab keladi-yu. Sen yig'lamay ketgin, ko'p besh olib kelgin, o'qib kelgin, masalan, shokolad, bo'ldi gaplashadi. Уже judayam samostoятельный. Bizning uyda bunaqa bo'lib hali bo'lmagan-ku. O'zini eplashi, o'zini boshqa qilishi, idish to'g'rilarni ham yuvib keladi. Ovqat yegandan keyin rakovinaga olib qo'yadi. Kimni ko'rsa uni ismini so'raydi, necha yoshda deydi. Egasida ham qoladi. Mana shu pedagoglar hammasi ismini biladi, necha yoshligini biladi. Sen ham Mubina necha yosh Mubina? 9 yoshmi Mubina? Opalarsini bersan. Keyin bu O'zini bor. Farangiz. Dudasi. Voy, молодец. Bu darsga kiraman. Voy, Yig'lamasdan to'g'ri gap. bor. Yig'lamasdan gap qizim. Isfokasi ham bor. Voy, молодец. Lala ham bor. Lala oti nima? Muhammad Yasin. Andijon qattalar hozir? Bemalol o'z toifga kirib, o'zini o'zi eplayapti. Homonni ham o'zlari kabi Hamamda o'zi kirib, o'zi cho'milib, artinib chiqadi. Sochlar tepada, demak ololmaydi. Sen bular qo'y qanaqa qilyapsan? Eshikni kirgizmadsan, eshikni yopib qo'y. Kutsa o'sha sochini uchidan tortib, o'zi artinib, qo'lani chiqyapti. O'zi ishqalanib, bir kun ikki mahal cho'milib, gashugini ham o'zi to'kadi, o'zi artadi, suv. Umuman bizga ish qildirmaydi. Voy, shunaqamisiz sen? Kiyimlarini ham sakrativ taqlab. Kiyimlarni shkafga taqlaydi, boshqa kiyimni kiyadi. Men aytaman, umuman bu qiz unga uydagilar ko'chadi. Ana keliniga tayyorlab, kursiga qatnashadi shekil hozirdan. Bu yerda ham shunaqa, bu yerga darsga kelganda ham, bog'cha borib kelganda ham mevalarni qo'yaman. O'zi ana qilmaydi, o'ziga berganman. Kichkina pichoqchasi bor, o'shanda to'g'rab, kesib, bolalarga tarqatadi. O'zi qiladi hammasini. Hammasi judayam pozitiv. Aqlli qiz bo'libsiz-ku. Bo'ldi, endi siz bilan xayrlashamiz. Endi ko'rgani kelib turasan, xo'p, bizani. Diyorani, mani ko'rgani kelib turasan, xo'pmi? Bog'chaga chiqasanmi endi? Bog'chaga boramizmi? Gimnastikaga boramizmi? Gimnastikaga borasan? Gimnastikaga boradi endi. Kunlarini. Aqlli qiz bo'ling. Yaskaga qaraysiz, baraka toping. Bizani zo'r patsiyentimizni shuning uchun xursand qilib chiqarib
qilayotganinglarga. Işte o'zi boshidan duo Rahmat. qilib mana hamma pedagoglarimiz yaxshi adminlar, hammasi menga mehr berib, hammasi boshidan tanishadi-yu, yig'lab kelgandan bo'lishadi. Aytishadi, "Suskada kelganing" deyishadi. Mana shunaqa katta qilib berdinglar o'zinglar, boshqa kombinatsiyonga rahmat katta. O'zi buni hamma Diyorani qizi deyishadi. Diyorani qizi. Ana kuni siz xolasizmi siz? Yo'q, men aytsam, "Anajon ona sotgan deydi." Hay bo'lmasa bitta anaqanida pedagog deb o'xshab hamma o'xshatadi ko'p anaqasi ham xarakteri ham Assalom. Hayır. Yana kelamaslar ko'rganida. Kelib turgin xo'p. Xo'p. Bo'l. Bu sizni mehnat dizayni Rahmat sizga. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Gimnastikaga chop, gimnastikaga. Молодец, Diyora. Nelaramiz? Shunaqami? Точно? Shu xafa qilmang. Shu hayron bo'lib. Uxlab tushganingizga. Молодец. Zato mana shuncha ishni uddaladingiz, qildingiz. Молодец. Siz kuchlisiz. Mana shuncha ish qildingiz. Вообще chiroyli ekan. Iloyim yaxshi kunlaringizga taqing. Nargiz keling ko'rsataman. Qarang, biz родителimizni, Diyora pedagogimizdan shunaqangi mehnatlariga, shunaqangi natijalariga tilla-uzuli taqib ketishadi. Ko'rdingizmi? Qanaqa roditellarimiz zo'r va pedagoglarimiz shunaqa zo'rki, zo'r natijalar qilishadi ekan. Har bitta ota-onalar shunaqa qilib xursand qilishadi. Alloh bilim har doim zo'r deyman. Shunaqa-da. Siz orqangizda hammasi. Sog' bo'ling, sog' bo'ling.